Bu videoda sukun, tashdid va tanvin belgilari haqida ma'lumot beramiz. Ushbu belgilarni talaffuzida ayrimlarimiz ba'zi xatolarga yo'l qo'yib qo'yishadi. Demak, video mobaynida ko'pchilik tomonidan qilinadigan ayrim xatolar haqida va ularning yechimi haqida ma'lumot beramiz. Demak, boshladik. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Men Yo'ldoshbek Ibrohim, Mudarris akademiyasi arab tili fani o'qituvchisiman. Bugun siz bilan belgilar, ya'ni sukun, tashdid va tanvin haqida gaplashamiz. Ma'lumki, arab tilidagi so'zlarni biz aniq va to'g'ri o'qiy olishimiz uchun harflardan tashqari belgilarni ham bilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, harakatlardan tashqari ham yana bir qancha belgilar bor. Biz ularni albatta o'rganib chiqsak, indan keyin arab tilidagi so'zlarni to'g'ri o'qiy olamiz. Demak, mavzu muhim. Shuning uchun hozirdanoq arab tiliga qiziqadigan yaqinlaringizga yuborib qo'yishni tavsiya qilamiz. Demak, birinchi belgimiz bu sukun. Sukun o'zi nima? Sukun bu harakatlardan xoli bo'lgan, ya'ni harakatsiz, fathasiz, kasrasiz va dommasiz bo'lgan harflarning ustiga qo'yiladigan ushbu belgi. Demak, sukun lug'atda tin olish, jim turish degani. Harflarni biz qachonki fatha va kasra va dommadan xoli holatda talaffuz qilsak, faqat harfning yolg'iz o'zini talaffuz qilamiz va unga unli tovush qo'shilmaydi. Shuning uchun ham bu holatdagi harfni demak sukunli harf deb ataladi. E'tibor bering. Biz demak harflarning oldiga fathani qo'yib, harfning o'zini sukunli holatda bir nechta misollarni o'qib berib ko'rsatamiz. Demak, mana ab, ib, ub, aqa, iqa, uqa, af, if, us, ak, ik, uk. Mana shunday. Ikkinchi belgimiz bu tashdid. Tashdid bu harfning ustiga qo'yiladigan ushbu belgi bo'lib, uning vazifasi harfni ikkilantirish. Demak, tashdid so'zi lug'atda biz o'zbek tilida ishlatadigan shiddat, ya'ni shidda so'zidan olingan. Ma'nosi qattiqlashtirish. E'tibor bering. Lug'atdagi ma'nosi qattiqlashtirish. Demak, vazifasini hozir aytdik. Harfni ikkita harfga aylantirib qo'yadi. Yozuvda bitta bo'lsa ham. Endi nima uchun ushbu belgining nomi tashdid deb atalgan? Chunki biz harfni bitta qilib talaffuz qilganimizdan ko'ra, ikkita qilib talaffuz qilganimizda nisbatan qattiqlashadi. E'tibor bering. Misol tariqasida ko'ramiz. As, assa, أو أو أد أد أج أج أف أف singari. Demak, harfda tashdid holatida boshqa holatiga nisbatan qattiqlashish paydo bo'ldi. Shuning uchun ham arablar ushbu belgining nomini tashdid, ya'ni qattiqlashtirish deb nomlashgan. Vazifasi esa, eslab qoling, bir harfni talaffuzda ikkitaga aylantirib qo'yish. Endi tashdidli harfning ustida albatta biron bir harakat keladi. Yo fatha, yo kasra, yo domma. Tashdidli harf hech qachon sukunli bo'la olmaydi. U albatta, demak, harakat bilan birga keladi. Endi agar tashdidning ustida chiziq ushbu belgi turgan bo'lsa, u demak fatha. Lekin ushbu chiziq tashdidning ostida turgan bo'lsa, u fatha emas, balki kasra hisoblanadi. Uni biz i bilan o'qiymiz. Ko'pchilik mana shu joyda adashtirib qo'yadi. E'tibor bering. Demak, abba, abbi. Mana bunday. Domma esa tashdidning ustida keladi. Mana bu shaklda. Tashdid haqida gapirar ekanmiz, yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Tashdid bu o'zi aslida idg'om, ya'ni bir harfni boshqa harfning ichiga kirgizib qo'shib yuborish. Shuning uchun ham tashdidli qilib o'qiladigan harf bu bir-biridan alohida ikkita harf qilib o'qilmaydi. Balki birinchisi ikkinchisiga qo'shilgan holatda o'qiladi hamisha. Masalan, abba demaymiz, balki abba deymiz. Yoki avva demaymiz, avva deb o'qiymiz. Ya'ni tashdidli harfda albatta birinchisi ikkinchisining ichiga kirib ketadi. Ya'ni qo'shib yuboriladi. Alohida o'qisak, bir-biridan ajratib qo'ysak, xato bo'ladi.
Shuningdek, ba'zilar aytib qolishadi, masalan, tashdidli harf o'zi aslida ikkita harfdan iborat. Uni birinchisi sukunli bo'ladi, ikkinchisi harakatli bo'ladi. Sukunli holatdagisiga o'zini sifatlarni beramiz deydi. Bu noto'g'ri. Chunki birinchi harf boya aytganimizdek, ikkinchisiga idg'om qilingan bo'ladi, ya'ni ichiga kirgizilgan bo'ladi va birinchi harfning o'zida hech qanday qoida sukun qolmaydi. U mutlaq holatda ikkinchisiga ergashuvchi, tobe bo'ladi. Masalan, ba'zilar aytsaki, avvala kalimasida demak ikkita vov bor, birinchisi sukun bo'lib, fathadan keyin kelyapti, unda lin qilamiz desa, bu noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Tashdid qoidasiga, idg'om qoidasiga zid hisoblanadi. Masalan, avvala deb o'qimaymiz. Bunda biz tashdidni haqqini bermagan bo'lamiz, tashdidga amal qilmagan bo'lamiz. Endi qarang, avvala. Mana bu holatda aytadigan bo'lsak, endi mana tashdid qilib o'qigan bo'lamiz. Buni eslab qoling. Uchinchi belgimiz bu tanvin. Demak, harfning ustiga qo'yiladigan ikkita fatha yoki harfning ostiga qo'yiladigan ikkita kasra yoki harfning ustiga qo'yiladigan ikkita domma. Ularning bir qancha ko'rinishlari bor, demak ko'rib olishingiz mumkin. Tanvin lug'atda nun tovushini qo'shib qo'yish degani. N tovushini qo'shib qo'yish. Endi ushbu belgining vazifasi harfning davomida n harfi yozuvda bo'lmasa ham, ammo demak ushbu belgi turganligi sababidan harfning davomiga demak biz talaffuzda faqatgina n tovushini qo'shib o'qishimizni demak tanvin deyiladi. E'tibor bering. Mana bu holatda. An, in, un. Ko'rganingizdek, bu yerda faqatgina alif turibdi yozuvda. Tepasida ikkita fatha turibdi, tagida ikkita kasra va bu yoqda ikkita domma. Lekin biz ularni quyidagi shaklda o'qiyapmiz. E'tibor bering. An, in, un. Demak, bu yerda endi talaffuzda alif bilan sukunli nunni o'qiyapmiz. Yozuvda esa sukunli nun yo'q. Alifning o'zi bor. Boshqa harflarni ham shunga qiyosan siz o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu video sizga yoqdi deb o'ylaymiz. Agar sizga foydali bo'lsa, biz bundan faqat xursand bo'lamiz va yana qanday mavzular haqida video qilishimizni xohlardingiz? Buni izohlarda yozib qoldiring.